Master huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 28-mavzu. Jinoyat protsessual qonunchiligida aniqlanishi lozim bo'lgan holatlar xususida gaplashamiz. Demak, ushbu darsimizda dalillar va isbot qilinishi lozim bo'lgan holatlar, dalillar va ularning turlari, isbot qilishning umumiy shartlari, so'roq qilish va uning tartibi, voyaga yetmagan shaxsni so'roq qilish tartibi, aybni e'lon qilish shartlari to'g'risida gaplashamiz. Dalillar va isbot qilinishi lozim bo'lgan holatlar. O'zi isbot qilish degani nima degani? Jinoyat protsessual qonunchiligida belgilanishicha, isbot qilish ishni qonuniy, asoslangan va adolatli hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar to'g'risidagi haqiqatni aniqlash maqsadida dalillarni to'plash, tekshirish va baholashdan iboratdir. Dalillarni to'plash, tekshirish va baholashdan iborat bo'lar ekan isbot qilish. Atama sifatida tushishi mumkin bo'lgan savolga alohida e'tibor qaratib qo'yamiz. Demak, ijtimoiy xavfli qilmishning yuz berganmi yoki yo'qligini, shu qilmishni sodir etgan shaxsning aybli yoki aybsizligini va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga molik boshqa holatlarni surishtiruvchining, tergovchining yoki sudning qonunda belgilangan tartibda aniqlashiga asos bo'ladigan har qanday haqiqiy ma'lumotlar jinoyat ishi bo'yicha nima hisoblanadi? Dalil hisoblanadi. Bu ma'lumotlar guvoh, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining ko'rsatuvlari, ekspertning xulosasi, ashyoviy dalillar, ovozli yozuvlar, video yozuvlar, kinotasvirlar va fotosuratlardan iborat bo'lgan materiallar, tergov va sud harakatining bayonnomalari va boshqa hujjatlar bilan aniqlanadi. Qonunda belgilangan talablarga rioya etilgan holda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlarining natijalari Jinoyat protsessual kodeks normalariga muvofiq tekshirilganidan va baholanganidan so'ng jinoyat ishi bo'yicha dalillar deb e'tirof etilishi mumkin. Ma'lumotnomalar va narsalar tergov harakati bayonnomasi yoki sud majlisi bayonnomasida qayd etilganidan keyingina ular dalil sifatida foydalanilishi mumkin bo'lar ekan. E'tibor qarating, mana shunda dalilga qo'yiladigan bir talab bor. Ya'ni ma'lumotlardan yoki narsalardan foydalanishga qo'yiladigan talab shundan iborat ekanki, ular qachonki tergov harakati bayonnomasi yoki sud majlisi bayonnomasida qayd etilganidan keyin dalil sifatida foydalanilishi mumkin bo'lar ekan. Xo'p, yana e'tibor qaratamiz, isbot qilishda qaysi holatlar taqiqlanadi? Isbot qilishda taqiqlanadigan holatlar: shaxsning hayoti va sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan yoki ularning sha'ni va qadr qimmatini kamsituvchi harakatlarni sodir etib isbot qilish taqiqlanadi. Ikkinchisi, zo'rlik, po'pisa qilish, aldash va qonunga xilof boshqa yo'llar bilan ko'rsatuv, tushuntirish va xulosalar olish, eksperimental harakatlarni bajarishga, hujjatlar yoki buyumlar tayyorlanishiga va berilishiga erishish. Bu ham isbot qilishda taqiqlanadigan holat hisoblanadi. Tungi vaqtda, ya'ni tungi vaqt deganda qaysi vaqt nazarda tutilyapti? Tungi vaqtda isbot qilish taqiqlanadi ekan. Xo'p, tungi vaqt qaysi vaqt hisoblanadi? Xo'p, kechki 22:00 dan ertalab 6:00 gacha bo'lgan vaqtda isbot qilish taqiqlanadi. Ya'ni tungi vaqtda kechasi soat 22:00 dan ertalabki soat 6:00 gacha tergov harakatlarini olib borish taqiqlanadi. Lekin bir jihatiga alohida e'tibor qarataylik. Agarda shu kechki paytda tergov qilmasak, u shaxs dalillarni yashirishi mumkin yoki ushlanishi kerak bo'lgan shaxs qochib ketishi mumkin yoki tergovni harakatlariga, surishtiruv harakatlariga xalaqit berishi mumkinmi? Demak, ana shunday holatda qonunda belgilangan tartibda 22:00 dan 6:00 gacha ham isbot qilinishi mumkin. Xo'p, tayyorlanayotgan yoki sodir etilayotgan jinoyatning oldini olish, jinoyat izi yo'qolishiga yoki gumon qilinuvchining qochib ketishiga yo'l qo'ymaslik, eksperiment jarayonida tekshirilayotgan hodisaning holatini qaytadan tiklash zarurati bo'lgan holatda 22:00 dan 6:00 gacha isbot qilishga ruxsat etiladi. Lekin umumiy holatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tungi vaqtlarda isbot qilish taqiqlanadi. Tergov yoki sud harakati jarayonida olib qo'yiladigan narsalar va hujjatlar tegishli bayonnomalarda aniq ko'rsatiladi. Qanday harakat sodir etishsa, ana shu harakatni albatta bayonnomada yozib qo'yishlari shart bo'lar ekan. Shu bilan birga narsa yoki hujjat egasiga bayonnoma nusxasi yoki uning ko'chirmasi topshirilib, tilxat olinadi. Ishga aloqasi bo'lmagan narsa va hujjatlar qonuniy egasiga darhol qaytariladi. Fuqarolar
saqlashi taqiqlangan narsa va hujjatlar yo'q qilinadi yoki ularni saqlashga vakolatli bo'lgan va ularni tasarruf etadigan muassasalar yoki tashkilotlarga beriladi. Xo'p, so'roqning umumiy davom etish vaqtiga e'tibor qaratishimiz kerak. So'roq vaqti. So'roq vaqti. So'roqning umumiy davom etadigan vaqti. E'tibor qarating, biz qanday tartib haqida gaplashamiz? Umumiy tartib haqida gaplashamiz. Umumiy tartibda, ya'niki ko'pincha sodir bo'ladigan, ko'pincha yuz beradigan, keng tarqalgan holatga ko'ra, umumiy tartibga ko'ra so'roq vaqti e'tibor qaratamiz. Necha soat bo'lar ekan? 8 soat bo'lar ekan. Bu 8 soatni ichiga qo'shmagan holda 1 soat nima beriladi? Tanaffus beriladi. Ovqatlanish uchun, dam olish uchun dedik, tanaffus beriladi. Xo'p, jami bo'lib shaxsni so'roq qilish uchun qancha soat ushlab turish mumkin? 9 soat ekan. 9 soatni hech qayerda belgilamaysiz. So'roq vaqti 8 soat davom etadi. Tanaffus vaqti esa bu 8 soatning ichiga kirmaydi deb o'rganasiz. Tushunarli? Demak, so'roq qilishning umumiy vaqti, so'roqning umumiy davomiyligi 8 soatni tashkil qiladi. Xo'p, 1 soat esa tanaffus, bu 8 soatning ichiga kirmaydi. 8 soatdan alohida tanaffus beriladi. Xo'p, so'roq qilish. Surishtiruvchi yoki tergovchi guvohni, jabrlanuvchini, gumon qilinuvchini va ayblanuvchini surishtiruv, dastlabki tergov o'tkaziladigan joyda so'roq qiladi. Demak, surishtiruvchi qayerda so'roq qiladi yoki tergovchi qayerda so'roq qiladi? Guvohni, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini surishtiruv yoki dastlabki tergov o'tkaziladigan joyda so'roq qiladi. Yana so'roq qilishga vakolatli bo'lgan bir organ bor, bu sud. Sud qachon so'roq qiladi? So'roq qilinuvchi qayerda bo'lsa, o'sha joyda tergovchi so'roq qiladi. Sud esa sud muhokamasi yuritilayotgan joyda so'roq qiladi. Demak, e'tibor qaratamiz. Tergov o'tkaziladigan joyda, surishtiruv o'tkaziladigan joyda surishtiruvchi va tergovchi so'roq qilinishi mumkin yoki so'roq qilinuvchi qayerda bo'lsa, o'sha yerda so'roq qilishlari mumkin. Sud esa faqat sud muhokamasida so'roq qilinishi mumkin bo'ladi. Surishtiruvchi, tergovchi va sud so'roq qilish oldidan so'roq qilinuvchidan uning familiyasi, ismi va otasining ismini, tug'ilgan yili, oyi, kuni, sanasigacha aniqlikda, soati emas, yili, oyi, kunigacha aniqlikda va tug'ilgan joyini, yashash joyi va ish joyini, mansabi, mashg'ulot turi, ma'lumoti, oilaviy ahvoli, sudlanganligi yoki sudlanmaganligini aniqlashi hamda bu ma'lumotlarni jinoyat ishidagi yoki so'roq qilinuvchining shaxsiy hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan solishtirib ko'rishi yoki so'roq qilinuvchi o'zini kim deb tanishtirgan bo'lsa, aynan o'sha shaxs ekanligiga boshqa yo'llar bilan ishonch hosil qilishi lozim bo'ladi. So'roq qilinuvchi ish yuritayotgan tilni bilmagan taqdirda u qaysi tilda ko'rsatuv bera olishi mumkinligini ham aniqlashtirishi lozim bo'ladi. Aynan boshqa shu so'roq qilish tilini bilmagandan so'ng, ish yuritilayotgan tilni bilmaganidan so'ng, unga albatta tarjimon tayinlash kerak. U tarjimon esa qaysi tildan tarjima qiladi? Shuning uchun ham u qaysi tilda gapira olishini imkoniyatini bilib, tarjimon yo'llanish maqsadida aniqlashtirishi lozim bo'ladi. So'roq qilinuvchining shaxsi aniqlangandan keyin unga Jinoyat protsessual kodeksida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlar tushuntiriladi. Jinoyat protsessual kodeksida nazarda tutilgan huquqlar va majburiyatlar tushuntiriladi. Misol uchun, 1 soat dam olish huquqi borligi tushuntirilishi mumkin yoki qanday majburiyatlar tushuntiriladi. Yolg'on ko'rsatma bermaslik to'g'risida, agarda yolg'on ko'rsatma yoki yolg'on guvohlik beradigan bo'lsa, ma'lum bir muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirishlar beradi. Uning huquqlari va majburiyatlarini albatta tushuntiradi. Uni huquqlari va majburiyatlarini tushuntirganligini ham hattoki bayonnomaga yozib qo'ygan bo'ladi. Bayonnomaga yozib qo'yish shart. Chunki har qanday protsessual harakat bayonnomada qayd etib boriladi. Tushunarli? Uni huquqlari va majburiyatlari tushuntirilganligini ham bayonnomada albatta qayd etib qo'yishi lozim bo'lar ekan. Xo'p, bu huquq va majburiyatlar tushuntirilganligi so'roq bayonnomasi yoki sud majlisi bayonnomasida qayd etiladi. So'roq qilinuvchining ko'rsatuvlari, raqamlar yoki xotirada saqlanishi qiyin bo'lgan boshqa ma'lumotlarga taalluqli bo'lsa, u so'roq jarayonida o'zidagi yoki ishga qo'shib qo'yilgan hujjatlar yoki boshqa yozuvlardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Deylik, qandaydir hujjat bordir, qandaydir qog'oz bordir, qandaydir o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bordir, shunday yozuvlari bordir. So'roq qilinuvchi o'sha yozuvlardan foydalanishi mumkin. Misol uchun,
telefon raqamlarida bilmagan holda deydik, telefon raqamlarida yozib qo'ygan biron bir daftari bordir. Shu daftardan foydalana oladimi? Shunaqa hujjatlar, yozuvlardan foydalana oladimi? Albatta foydalana oladi. So'roq qilinuvchiga so'roq qilish jarayonida o'zidagi hujjatlar va boshqa yozuvlarni o'qib eshittirishga ruxsat etilishi mumkin. Surishtiruvchi, tergovchi va sud so'roq qilinuvchidan so'roq qilish jarayonida u foydalanayotgan hujjatlar va boshqa yozuvlarni talab qilishi, undan keyin qaytarib berishi yoki ishga qo'shib qo'yishi ham mumkin. Xohlasa hujjatlarni sud qaytarib beradi yoki o'sha yozuvlarni ishga qo'shib qo'yish ham mumkin bo'lar ekan. 16 yoshgacha bo'lgan guvoh yoki jabrlanuvchini so'roq qilish qonuniy vakil va albatta katta yoshdagi yaqin qarindoshi, pedagog yoki jabrlanuvchining vakili ishtirokida ularning roziligi bilan so'roq qilinadi. E'tibor qarating, guvoh yoki jabrlanuvchini so'roq qilishda ayblanuvchini yoki gumon qilinuvchini emas, guvohni yoki jabrlanuvchini so'roq qilish. 16 yoshgacha bo'lgan guvoh yoki jabrlanuvchini so'roq qilish albatta ularning qonuniy vakilining roziligi bilan aynan ularning ishtirokida so'roq qilishadi. Xo'p, ko'rsatilgan shaxslar so'roq qiluvchining ruxsati bilan guvoh yoki jabrlanuvchiga savollar berishi mumkin bo'ladi. Voyaga yetmagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchini himoyachi ishtirokida so'roq qilish kerak bo'lar ekan. Demak, albatta voyaga yetmagan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining himoyachisi advokati bo'lishi shart. Ana shunday holatda albatta advokatning ishtirokida so'roq qilishadi. So'roq qilish chog'ida surishtiruvchining, tergovchining ruxsati bilan voyaga yetmaganning qonuniy vakillari ham ishtirok etishi mumkin. Demak, e'tibor qaratamiz, voyaga yetmagan deganda bu yerda gumon qilinuvchi va ayblanuvchining qonuniy vakillarini nazarda tutyapmiz. Boyagi guvoh va jabrlanuvchining qonuniy vakillari albatta ishtirok etishi shart so'roq jarayonida. Lekin ayblanuvchi, gumon qilinuvchi voyaga yetmagan shaxs bo'lsa, tergovchining roziligi bilan, ya'ni so'roq qiluvchining roziligi bilan, ruxsati bilan aynan qonuniy vakillar so'roq jarayonida ishtirok etishi mumkin yoki ishtirok etmasliklari ham mumkin bo'lar ekan. Lekin guvoh jabrlanuvchida ishtirok etishi shart. Himoyachi va qonuniy vakil gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchiga savollar berishga haqli. So'roq oxirida himoyachi va qonuniy vakil bayonnoma bilan tanishish va u haqda o'z mulohazalarini bildirishga haqli hisoblanishar ekan. Demak, so'roq qilishning umumiy vaqti to'g'risida gaplashdik. Bu 8 soat hisoblanar ekan. Agarda biz voyaga yetmagan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini so'roq qiladigan bo'lsak, qancha vaqt belgilanadi? Endi alohida tartibga yuzlanyapmiz. Alohida tartibga ko'ra, xo'p, voyaga yetmagan xo'p, kim bo'ladi? Voyaga yetmagan albatta gumon qilinuvchi. Yoki ayblanuvchi. Voyaga yetmagan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini so'roq qilish davomiyligi. Endi bu alohida tartib. O'zi umumiy tartibga ko'ra so'roq qilishning umumiy davomiyligi qancha payt davom etishi kerak? 8 soat. 1 soatlik tanaffusni hisobga olmagan holda. Agarda shu so'roq qilinuvchi voyaga yetmagan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerda alohida tartib ishlaydi. Ya'niki bularda albatta voyaga yetmaganligi uchun qisqartirilgan so'roq davomiyligi belgilanishi kerak bo'ladi va bu davomiylik 6 soatni tashkil qiladi. 6 soat va albatta bular uchun ham tanaffusga 1 soat vaqt ajratiladi. 1 soat tanaffus ajratiladi. 1 soatlik tanaffus mana bu 6 soatning ichiga kirmaydi. 6 soat so'roq qilishadi, shu 6 soat mobaynida ichida 1 soat tanaffus berishadi. Tushunarlimi? Demak, bu 1 soat 6 soatni hisobiga kirmaydi. 6 soat alohida 6 soat so'roq qilish vaqti, 1 soat alohida deylik tanaffus, ovqatlanish yoki dam olish uchun berilgan vaqt hisoblanadi. Aynan so'roq davomiyligi bilan bog'liq bo'lgan holatlarga alohida e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak. Va shu jumladan ushbu mavzumizda ikkita hikmatli so'z bor. Vaqtni essiz, qaniydi, koshkiydilar bilan o'tkazgan kishining umri eng qisqa umr ekan deya Najmiddin Kubro aytib o'tgan. Shu jumladan inson ixtiro qilgan vayronkor qurollar orasida so'z eng xatarli va kuchli qurolligicha qolmoqda deya Paulo Coelho aytib o'tgan ekan. Demak, mana bu aforizmlarni ham yodlab qo'yish talab etiladi bizdan.
Bu master huquqdagi eng oxirgi darsliklardan olingan video dars hisoblanadi. Master huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturining eng oxirgi 28-mavzusi shundan iborat edi.